Flowers Garden'ga chet eldan gullaydigan o'simliklar assortimenti yetib keldi. Hozir ularni ko'rib chiqamiz. Birinchisi hammaga tanish bo'lgan sireng. Bu hozir aynan anaqa gullab turgan payti do'stlar, juda ham zo'r hid chiqaryapti va asalari o'rab olgan. Ikkinchisi esa to'g'ri aromatni hid chiqazmaydi-yu, lekin juda ham chiroyli gullaydigan kameliya o'simligi. Hozir mana ko'rib turibsizlar, buton ko'rinishi to'p turibdi. Juda ham katta va chiroyli o'simlik. Bo'yi 2,5 metr atroflarida hozir shu turishi. Qanaqasiga gullaydi bu deb qiziqayotgan bo'lsanglar, mana gulini ko'rasizlarmi? Qanchalik chiroyli. Wow. Uchinchisi birinchi qarashda sirengga o'xshaydi, lekin buni oti Bagriannik Европейский. Juda ham chiroyli gullaydi bu ham. Va katta assortimentda bor, ko'rishingiz mumkin. Bundan tashqari bizda anaqa saruv gul chiqadigan Forsythia degan o'simlik ham bor. Bu ham bizda количествоda. Hali ochilmaganlari ham bor, to'liq ochilmaganlari bemalol kelib qolganinglarni olishingiz mumkin bo'ladi. Mana do'stlar, qaranglar qanchalik chiroyli gullaydi bu. Undan tashqari bizda Wisteria degan o'simlik bor. Bu arka ko'rinishida va gullari siyoh rang yoki oq bo'lib gullaydi. Hozirda hammasi bizda assortimentda mavjud. Bu juda ham chiroyli, приятный hid taratadi. Oxirsida sizlarga legenda bo'lgan gulni ko'rsatib o'tmoqchi edim. Gartenziyalar hozir aynan sezoni. Bilganlar biladi, gul do'konda bu juda ham qimmat. Bizda esa anaqa tuve ko'rinishda hali ochilmagan buton ko'rinishidagi gartenziyalar bor. Rozoviy va oq gullaydiganlari. Narxi juda ham arzon. Kelib Flowers Garden'da istalgan miqdoringizda xarid qilishingiz mumkin. Umumiy olib aytganda do'stlar, ko'rib turganingizdek bizda gullaydigan o'simliklar juda ham ko'p, katta assortimentda va siz kelib o'z obyektingizni yoki xolingizni juda ham gullatib tashlasangiz bo'ladi. Flowers Garden'ga tashrif buyuring, sizga tanlov bilan yordam beramiz va qanaqasiga parvarish qilishlarini ham ko'rsatib beramiz.